2 oy yo'qotilgan pullarning hisobotini ko'rdinglarmi? Zarar oshib ketdi. Bu nima degan gap? To'g'ri qilib qo'ying. O'zimni do'konimda o'zim oddiy ishchi bo'laverman. Ham ustimdan kuladi, buyruq beraveradi. Sen ham kul kamiga. Ey qizim bor. Direktoring ham kimligini bilmaydi. Hamma meni xo'jayin deyapti. Salfetka bergin. Bunaqada bankrot bo'lamiz. Bugungi qaror shu. Bugundan ham direktorlikka ko'chadan boshqa mutaxassis keladi. U bugundan o'z ishini boshlaydi va tartib o'rnatadi. Mayli kelaversin. Kim bo'lsa ham tanishib olamiz. Seni bos, to'xta. O'g'ringdagi nechta turishini bilasanmi? Jim. To'layman pulini. Mayli jigar, siqilma. Bu safar rahbar bo'lmagan bo'lsang, keyingilarda aniq seni rahbar qilishadi. Balki mana yuribman 5 yildan beri. Nima shovqin? Bu nima bardak? Hoziroq yig'ishtirib, tez cho'ntaklaringdan qoplab qo'yinglar zararni. Mani rahbarchiligimda bunaqa bardak bo'lishiga men yo'l qo'ymayman. Xo'pmi? Ha, o'lvore, og'zingdagi oshni oldirib qo'yib, ayol kishi baqirib chaqirib otib qarab turibsan. O'zing ham qarab turding-ku, muzik. Xo'p, endi bu seni boshlig'ing. To'dir. Bizani boshlig'imiz. Tozala. Ko'rdinglarmi? Lavozim shunaqa ta'sir qildimi menga? Ani bolaga baqirdim, o'zim ham qo'rqib ketdim. Voy jahillardim. Marjon Abdullayevna, to'xtang. Yana o'g'irlik. O'g'irlik? Skladda 100 millionlik tovar yo'qolgan. Bugun hisobotini qilayotib bilib qoldik. O'tgan hafta bazaga 5 milliondan ko'p tovar kirgan. Bugun bazalarga chiqasamiz desak, birortasi yo'q. Hamma ham muzlagan. Qog'ozga arxivlashtirilmaganmidi? Skladga mashinalar kirib chiqishiga dostуп kimda bor edi? Nodir aka. Vechni sani orqangdan muammo tugamaydi. Menimcha joyi tozalab, men bundoq. Man O'zi qancha tovar chiqmayotganini bilasizmi? bilmayman. Ha, yangi keldi, qo'lda ishlama kelmaydi, ishlamani qila olmaydi deb o'yladingizmi? Ha? Sразу 102 ga telefon qilaman. O'g'irlik bo'yicha qamoqqa ketasiz menda. 102 ga telefon qilishingiz kerak emas. Mani aybim yo'q. Hamma ayb Nodirda. Vazani ham Nodir sindirdi. Hamma o'z mashlaqa ishlarni hammasini Nodir qiladi. Men 5 yildan beri tinch ishlab yuribman. Men hech qanaqa aloqam yo'q bunda. Nodir masalani xola qoldirdim, uzr o'rtoq. Yemoni qismog'i bor Nodir. Qana tushundingiz? Qayna. Bizga qilmasam bo'lmaydi. Tamojna. Nima? Tamojnadan tovar bazaga adashib virtualga kirib qolgan bo'lishi mumkin. Bitta telefon qilib tekshirib ko'ring. Nima deyapsiz? Odam bu darajadagi tupoylik qilmaydi-yu. Iltimos, bitta tekshirib ko'ring. Bo'pti, yuringchi. O kameraldan yoqishdimi yo'qmi? Uchib tashdimi? Sen isqori bo'lgan. Yapta, prikин, men o'zimni do'konimda o'zim o'g'riga chiqarishyapti, yo'q men. Qo'rqitib yuborgan bo'lsam uzr. Yo, meni san emas, bugun kelgan alvasti ko'proq qo'rqityapti. Yo'q. Вообще-то bu alvasti tamojniga telefon qilib, katta xatoni to'xtatib, kimnidir boshini qamoqdan qutqardi. Xo'pmi? Вообще-то Marjonadan men iltimos qilgandim-ku tamojniga qirib, Nodir akani qutqarib qolishini. Nimaga meni aytmadi? Alvasti ya. Qatim alvasti. Tam, хотя бы Kleopatra desa bo'larmidi. Qarab tur, hali sendan Sezar savat qilaman. Xo'jayin, men ketsam bo'ladimi? Xo'jayin emas, Marjon Abdullayeva. Uzr. Sizga bitta gap aytishim kerak edi. O'zichi menmi Nodirni qamataman deb so'rash qilyapsiz, bora? Oxirgi majlisda u siz o'rningizga o'tirish kerak edi. 3 yildan beri harakat qiladi. Undan hali ko'p narsa kutsangiz bo'ladi. Bir
bir baloni boshlardi agar siz unga gapirmaganingizda. Sklad kattaligini ko'rsatardim-u, lekin birinchi kun ishlamayapman, ha? Uzr, Marjona Abdullayevna. Abdullayeva. Nodir aka, sizni qaysi отdelga qo'yishdi? Xo'jalik mollari. Xohlasangiz bizani отdelga o'ting, birga maza qilib ishlaymiz yangi Men tomonda. buni hal qilishim kerak edi. Bugun uydan sal ko'proq ovqat olib kelgandim. Xohlasangiz birga ovqatlanamiz. Agar mashina hal qilib oladigan bo'lsam, qo'ying. Assalomu alaykum, Marjona qilar. Assalomu alaykum. Va alaykum. Igilib salom berishini o'zi bilmayapti. Nima yesamikin? Ozon kabob yo osh yeyman. Voy, bu namuncha ko'p ovqat, u o'zingiz qilib qolmaysizmi? Xohlasangiz yeng. Va bu hammasini yolmayman. Mangamish. Rahmat. Nodir akaga ham olib keldim. Ular yemadilar. Qarang qanaqa harakatchan insonlar. Hozir ham nimadirlar qilib yuribdi. Nodir, jonga tegdi bu Nodir. Mancha. Men qachon ko'kiraman? Ana buni ham tomi ketdi. O'zi meni ovqatim hech kimga kerak emas. Hech kim yemaydi. Marjona Abdullayevna, ana u Nodirga ehtiyot bo'ling. Yana nimadirlarni boshlab yuribdi. Qing'irishlarni boshlamagan bo'lsa bo'ldi ish qilib. Ana, tirjayib kelyapti. Qayerda yuribsan kun bo'yi? Ishda ko'ringaning yo'q. Rahbarlarning aytganini qilmaydi. O'z boshimcha. Nimaga men uni aytganini qilishim kerak? Menga kimligi вообще qiziq emas. Nimaga aytganimni qilmasligingiz kerak. Men siz rahbaringizman. Endi meni rahbarim emassiz. Chunki men ishdan bo'shadim. Rasman ariza yozdim. Ha, seni ishdan bo'shatib yuborishlarini oldindan bilgansan. Shu uchun ham ariza yozgansan. O'zi bilasanmi? Senga bozorda arava tortish yarashadi, ukajonim. Arava tortish ham halol mehnat. Menga qaragin, kambag'allikni romantizировать qiladigan gaplaringni-chi o'zing o'xshagan odamlarga aytasan, tushundingmi? Вообще-то men начальник охраны bo'ldim. Endi o'zimga o'zim rahbarman. Butun отдел meniki. Qani? Ha? Qanaqa qilib? Qaysi ish uchun? Просто 4 yil karate, 1 yil sambo, 1 yil rukopashniy bo'yiga borganimda sertifikat, diplom, medallarini direktorga ko'rsatdim. Bo'l. Marjona Abdullayeva, kassa apparat ishlamayapti. Qarorasizmi? Baribir aylanib o'rgilib o'zim qo'rqib yotgansan. Охранник kerak emasmi bobo? Bitta ish qo'rqmayapsizmi? Jonim, sizga o'zim eslatib turadigan narsa bormi? Ashta. Yo'q, begemot emas, kiyik. Voy, butti, nanoyna bo'ldi. Siz Shoysta, tinchlikmi, yomon yo'qilmadingizmi? Qanaqa? Nima bo'ldi? Sanma yana. Sandan so'rash kerak bu narsani. San начальник охранamisan yoki kostyum shim kiyib modellik qilib yuribsanmi bu yoqda? Menga qara. Ey, bo'ldi qilinglar. O'zlaringni yetishtirib olinglar. Nima bo'ldi o'zi? Narsalarni qo'yayotganimda bitta odam kiyimiga narsa bekitayotganini ko'rib, deganim bilaman. Shu bilan eslolmayman. Qarochi, siz Shoistani olib bitga boring. Siz men bilan kamera ko'rgan. Qanaqa qilib imенно shu ish bo'lgan payt kamera o'chib qolgan bo'lishi mumkin. O'zidan o'zi buzilmaydi-yu bu. Agar kimdir atelepdan simlarni uzib qo'ymagan bo'lsa, Yo'q, men tushunmayman. Bu nima degan gap? Kupa kunduz kuni meni do'konimda, meni xodimimga tajovuz qilishsa, yo'q hech kim bilmasa. Kamera ham bu narsani ko'rmasa. Eng qizig'i kamera xonalarining kaliti faqat ikkalangda bor. Salla o'sha payt qattiq qilib yurganlarini hech kim bilmaydi. Undan ham qizig'i, qanaqasiga 100 millionlik tovar bir kun yo'q bo'lib qoladi, tekshiruvchilar kesib yana paydo bo'lib qoladi. Bu nima ahvol? Yo nima, endi kim olib meni orqamdan soqqa qilmoqchimisiz? Xullas, Nodirga xonangiz kalitini topshiring. lekin pochcha Bo'ldi, stop.
Agar sen bir soat ichida ana qizni boshiga nima qayerdan kelganini topmasang, orqangga qila olmaysiz. menga qara. Agar sen meni xotinimni sinsi bo'lmaganingda, hozirgacha уже qamoqda bo'larding. O'shaning uchun tezgina narsalarni yig'ishtirib surbotda. Xo'jayin, qidiruv ishlari bilan band bo'lganimda menga skladda biladigan yordamchi kerak bo'ladi. O'zicha seni boshdan rahbar qilib qo'ysam bo'lar ekan. Bo'pti. Bir savol. Ajon? His qilamiz. Yo, men bitta narsani tushunmayapman. Qanaqa skladda tovar oldin bor, keyin yo'q bo'lib qolishi mumkin. Kim aytdi o'zi birinchi marta skladda tovar yo'q deb? Ana qiz. Shoystami? Obbo shoysta, tinch yurmaysiz, boru qo'lingiz ham qonapti-yu. Qarang, keling bog'lab qo'yaman. Boshingizga hech narsa qilmadim ish qilib. Sizni ham ishlaringizdan qoldirmayapmanmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Baribir hozir tekshiruv ketyapti. Meni keragim yo'q u yoqda. Tekshiruv? Ha? Eshitmadingizmi? Boshlovni shaxsan o'zlari birma-bir tekshiryapti. Idoradan odam kelgan, oldilariga o'zlari tushgan. Menimcha kimdir bugun qamalsa kerak-ku. Qamaladi. Tinchlikmi? Xayol surib qoldingiz? Alo, shoyista. Men xayol surib qoldingiz? Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Shoyista. Ha, nimani qoyillatib kelyapsizlar? Tekshiruv kirib, duminglar tugildimi? Ikkalaylar ham baribir bo'shaysizlar. O'zicha rahbar bo'lmoqchi edi. Охранникlikni ham eplay olgani yo'q. Bo'ldi, stop. Hammasini o'zim qilgandim. 100 millionlik tovar yo'qolishini ham, boshimga narsa tushib ketishini ham hammasini siz uchun qilgandim. Siz bo'lsa kecha kelgan odamga ishonib o'tiribsiz. Men bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamagan. Men sizni qamalishingizni xohlamayman. Hammasiga o'zim aybdorman. Bir daqiqa umrim. Siz yaxshimisiz? Kim ekan? Korobkani noto'g'ri qo'yishibdi, o'zi tushib ketibdi. Kesinlar o'g'ri. Kakras sizga to'g'ridan javob qo'ydik. Men bu pul xonangizdan chiqdi. Sizni bunaqa deb o'ylamagandim. Ana endi aniq qutula olmaysan. Katta xo'jayinni o'zi qamatadi seni. Ha, Nodir. San ekansan-ne shu? Mashina boshqalarning haqqini yotgan. Shu xo'jayin, xuddi shu. Xullas, meni ochishni yig'ishtiraylik. To'xtang. Xonada kamera bor. Kim qachon nimani qanaqa qo'yib ketganini ko'rsa bo'ladi, ana jonganam so'ng qilib shundoq uzatib yuboring. Keling, kompyuterni ko'ramiz. Keling. Maza qilib, direktor aka keling, sizdan bitta ko'rib berasiz. Onlayn, telefondan ko'rsa bo'ladi. Shu anchadan beri qidirayotgan o'g'ring? Yo, bu eng maydasi.